Bugun Yevropa gazda Nexia 3 avtomobiliga 90 litrlik metan gaz balon o'rnatib beryapmiz. Oldi jihozlariga farsunkasi italyanskiy Rail firmaniki. Buni birga bir Xitoy varianti ham chiqqan. U bilan arzon chiqadi. Original zapravочник va original X reduktori bilan o'rnatib berilyapti. Miyasi, ya'ni boshqaruv bloki Yevropa gaz Basico 24 ga 4. Eng sifatli jihozlar bilan o'rnatib berilyapti. Bu yoqda Shinra avtomobilimizga ham gaz o'rnatib beryapmiz. Ichkarida Kia Sonet avtomobiliga 330 talik metan gaz balonlarini o'rnatib berilyapti. Mana balonchalarimiz topda turibdi. Oldi jihozlariga Dual Jet Yevropa gaz blok boshqaruvi, o'sha italyanskiy Rail firmaniki farsunkasi juda ham sifati yaxshi. X original reduktori bilan o'rnatilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, past raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana bu kompyuterimizga ham 90 litrlik metan gaz balon o'rnatib berilyapti. Buniki ham Yevropa gaz Basico 24 ga 4. Bunga ham italyanskiy farsunkasi bilan o'rnatib beryapmiz. Akalarimiz mana 70. Tashqarida ham mana vakillerimizga ham parapan gaz o'rnatib berdik. Original farsunkalari Nordic italyanskiy reduktori bilan Basico 24 ga 4 blok boshqaruvi bilan o'rnatib berdik. Mana bu yoqda 90 litrlik metan gaz balonni Onyx avtomobilimizga ham o'rnatib beryapmiz. Azizlar, sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.